51.900 AQSh dollarga juda ham shinam hovlicha topib qo'ydim aka. Keling. O'zi panelli domni birinchi qavatda turibmiz. Hovli deyishimga o'ylayman. Mana bu yerda bizani birinchi agarodimiz. Ya'ni oldi tomonda ham xuddi shuncha agarodlar bor. Qo'shimcha mana bunaqa qurilish qilib qo'yganlar. Tapchan qo'yasizmi yoki o'tiradigan zonani o'zingizga qanaqa qulay ishlatib olasiz. Bu yerdan kirishimiz bilan hoblar ochilgan. Birinchi xonamiz quti bo'ladi. O'ziga qulay qilib taxlab olasiz. Bizlar o'ng qo'limizda pol qilingan oyoq taglari zalimiz quti bo'ladi. Yana o'zingizga lehka assistent qilib olsangiz, bemalol yashaysiz bo'ladi. Podyezddan kirish holimiz prixo'ji yopib qo'yilgan. Faqat ko'chadan kirib chiqasiz. Undan tashqari mana bu yerda bizlar 3-xonamiz. Ko'chada alohida qurilgani bilan 4 desam bo'ladi. Razdelni bo'lgan sanuzel xonalarimiz ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda o'tirib choy ichadigan zona qilasizmi yoki yana bitta xonachami? Plus 6 metrlik balkon va oshxona. Undan keyin qarang tashqi quriladigan yana bitta agorod qismlari bor. Xohlasangiz mana shu yerdan ham kirib chiqsangiz bo'ladi. Mana bu yerlargacha podvallari ham qilib qo'yilgan. Birinchi qavatda podvallik dom, kvartira. 5-mikro Navro'zni shundagina orqasida. Birinchi qavat ugloy emas, o'rtada. Narx 51.900 akalar. Mana shunaqa kvartira, ikki tomonlama ideal holatda o'zingiz uchun prosta lehka assistent qilib olsangiz, bemalol kirib yashaysiz bo'ladi. Bunaqa narx to'g'ri 2 xonaliklar beryaptilar aka, 48 deb yotibdilar. Bu 3 xonalik-ku. 2000 rasxod qilasiz zo'r bo'ladi.